Assalomu alaykum. Zudlik yangilik kanali obunachilari kunning eng muhim xabarlarini sizlarga taqdim etishda davom etamiz. SMS xabarnoma berish xizmati 1-martdan boshlab 2 baravar qimmatlashadi. O'zbekistonning davlat qarzi 40,2 milliard dollarga yetdi. Davlat kafolati ostida olingan kreditlarning 33,7 milliard dollari, ya'ni 84% tashqi qarz, qolgan 6,5 milliard dollari ichki qarz hisoblanadi. Ozodlik radiosiga ma'lumot yuboruvchi 2 nafar shaxslar qamaldi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi o'rmon xo'jaligiga qarashli daraxtlarning noqonuniy kesilish holatlari deya asossiz ma'lumotlarni internet ijtimoiy tarmog'iga joylab kelayotgani aholining turli noroziliklariga sabab bo'ldi. Ular yolg'on axborot tarqatgani yetmagandek, mamlakatdagi mavjud vaziyatni doim bir tomonlama yondashuv asosida bo'xton va tuhmatlar bilan talqin qiluvchi Ozodlik radiosiga ma'lumot yetkazish bilan ham shug'ullanib kelganligi aniqlandi. Endi bog'cha tarbiyachilari ham vazir jamg'armasidan ustama olishi mumkin. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilol Umarova vazir jamg'armasidan ustama olish tartibi yangilanganligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, endilikda vazir jamg'armasida ustama olish uchun sinovlarda barcha fan o'qituvchilari ishtirok etishi, bog'cha tarbiyachilari ham sinovlarda ishtirok etib ustama olishi mumkinligi, malaka toifa test sinovlarida kamida 86 ball to'plagan oliy va birinchi toifali pedagoglarga 70% qo'shimcha ustama berilishi belgilandi. Aziz kanalimiz obunachilari, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan kunning eng muhim xabarlari shulardan iborat edi. Kanalimizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.